Shumbola yokida Abdullajon? Abdullajon. Xo'p, Abdullajon yokida Kichkina tabib? Abdullajon. Xo'p, Abdullajon yokida Osmondagi bolalar? Qiyin. Abdullajon. Abdullajon yokida Yor-yor? Yor-yor. Yor-yor. Anaqa sementga oyog'i botib qoladigan. O'sha. O'sha. Xo'p, Yor-yor yokida Ajoyib xayolparast? Ajoyib xayolparast shedevr kino men uchun. Yo'q. Xo'p, Ajoyib xayolparast yokida Chinor ostidagi duet? Ajoyib xayolparast. Xo'p, unda Ajoyib xayolparast yokida Shaytanat? Kino bilan serial, bilmadim, Shaytanatni boshdan oxirigacha ko'rmaganman. Baribir kitobini o'qigan odam kitobi yaxshiroq deydi. Mana shunaqa sporlar bor, o'shaning uchun Ajoyib xayolparast original roman sifatida kinoni tanlayveraman. Xo'p, Ajoyib xayolparast yokida Mahallada duv-duv gap? Mahallada duv-duv gap, chunki u eng o'zbek xalqining eng asosiy illatlaridan bittasini komediya orqali ko'rsatgan. Xo'p, unda eng oxirgisi va qiyini Mahallada duv-duv gap yokida Kelinlar qo'zg'oloni? Kelinlar qo'zg'oloni har doim ham hamma uchun ham dolzarb bo'lmasligi mumkin, lekin Mahallada duv-duv gap baribir dolzarbroq, o'shaning uchun. Hozirgi hayotga ham to'g'ri keladi. Hozir ham to'g'ri keladi, salkam 100 yildan keyin ham. Bo'ldi, rahmat kattakon sizga. Rahmat.